Bu sağlamlık mesulatlarını çıkırdı. Anladın mı? Mao sağlamlık diyen bek çoğun bir ufkum dedi. Ufkum diyen gaplarını düşünmeyim ben. Hoş. Endi bunun Kaşqanın değerliligini 20 ming so'm sotib etgan. Qashqa qandaq bo'lsa dedi. Voy, men nim bilma. Cho'ng bo'lsa. G'uljininkini 10 ming so'mga sotibdi. Uni qahramon epibdi dedi. O qahramon kim bo'ldi desanglar? Qani qahramon sen? Ha, shu hikoyadagi ras bavaqaning birisi shu, personajning birisi. Bu fursat bizning qo'limizdan ketib qoldi. Buni uchur oshkorlandi deymiz. Endi Qarmayning deylisini 10 ming so'm sotib etgan. Menda 5 ming so'm pul bor, endi Qarmayninkini senda 5 ming so'm bo'lsa, Qarmayning vakolatchiligini olayli DVD. Menga yog'dek yoqdi-da bu gapni. Ashta birini topamayman. Aka, olima bu ham chaqchaq qilib yig'ib qo'ygan bir 5 ming so'm pulim bor deyman. 100% olima desam, 5 ming bormi dedi. Borsam, endi haqiqiy uchurni oshkorlay deb bir yilqi dangan xoltidan birini ochdi qara. Serik. Teshinmada uyga qo'ygancha dangan xoltining teshiga o Napoleon xiyoli bilan mundaq tushkarasini kirishtirib olibdi bu. Bek sho'ng bo'ldi u odamni. Ham bu bir katta odam-ku. Ichib maqaram, mana bu qahramonninki shu Saqisa shirkati bilan tuzgan to'xtamliq hamkorlikka mesela o'qib beray dedim. Unda qarsam, ama ras qahramonning imzolari dedi. Ko'paytibdi. Mana biz shirkatga 10 ming so'm pul uramiz Ro'zaxon. Endi shirkat bizga 20 ming so'mlik mol urdi. Kattami? 20 ming so'mlik moldan bizga 6 ming so'm foyda qoldi. Oyoqda 7% bor. Ikkinchi oy qanchaqda biz setib so'mimizni 38 ming so'mdan 55 ming so'mga chiqaramiz. Shunda bizga qancha qoldi? 12 ming so'm hisob foyda qolmaydi. Oyoqda yana 7% bor. O qaysi 7% uqmadim men. Ening keyin 5-chi oyga olgan chaqda saqa biz setib so'mimizni 150 ming so'mdan 190 ming so'mga chiqarib yetamiz. Qancha qoldi? 50-60 ming so'm pul bor. Oyoqda yana 7% bor. 8-chi oy olgan chaqda biz setib so'mimizni 200 ming so'mda oshirib yetamiz. Bizga 2 mashin berdi. Oyoqda yana 7% bor. Meni quravimda mashinam yo'q mezgil. Ko'ydim jumo ilqi Rustam kamga. Voy jinim aka 100% qilayli bu ishni. Oxirini o'qima. Men xiyolimdagi mashina haydab jag'isaylar kelib bo'ldim men. Orzu qilsam va. Ening kayindan 1 yilning oxirigacha biz nega gapirdi? Ishkir o'liklar gapirib, zavotlan seyrat qildi. Qanday dedi? Aka qo'lingni bo'lma 5 ming so'm chiqirma aka, gap yo'q. Amsa 5 ming so'm pulingni tayaqil, ata soat 10 da jag'isay Gulxon ushirishimiz. Şakirib şirkatga pulni uramiz, anskan Qarmayga berib, Qarmayni vakolatchisi olamizda. Ajad shirkatni ichib, iglik degan tiklab, o't chiqarib yetmiz dedim. Ma'qul aka deb. Direk deb, azroq mangan ekan. To'xta, uchurni o'chirib yetayman. O shunda yurtirdik bu. To'q uy kelib, azroq tayyorligimni qilib, hamda iglik tiklaydigan Qarmayga mangman-ku. 5 ming so'm pulimni dadamlarga yaqamayli yanchiq sedib, mansam dadam, "Nega?" dedi. Dada iyilik tiklab. Qayerga dedi? Qarmayga? İyilik tiklamsa dedi. Tiklab bo'ldik. Iyilik qo'ymagan nisbatan. Kim biladi? Rustam kamishimiz berib dada, voy bu jiqjaraysan, sen severin yetmaydi buncha shunaqa. Bo'ldi dada. Bo'ldi, apa qo'sh bo'ldi men. Apam, "Ya bolaman, to'g'ashdan bir ishkini yevag'ini hamsa yo'lga" dedi. Voy bu taladan nan tep ketgan odam uydan nan tepman, apa bu qo'ygina bo'ldi. Dahshat aqsa jumoman. Gulxonga chiqdim, Rustam keldi, ikkimiz g'uljiga kirdik. Hozirgacha aniq yodimda. Pochta bankisida bir bank bor, g'uljitga bidi hozirda. Asha keldik, shunlarni bu shirkatga telefon urib, "Va kon nomerini aytib berman, 10 ming so'mni uringlar" dedi. Urdi. Qo'lni berdim, tiqdi, hoplik kirib ketdi bu pulni. Ay, bir chataq hop qolmas deb yana qo'qima, jiq pul 5 ming so'm menga. Ya Rustam aka, mush ishdan bir masal chiqib qolmasam, kitobni ichiblar, ketib bitaya. Napoleon Hill nim dedi fika. Ishkilangan odam menga qalb qilamaydi dedi. Astaqli gaplarni qildi dedi. Shunlar ha bo'ldi. Dapla qatnashib berib, ayrib alqa avtobus biletini elib, mangadigan bo'lib ketib boramiz. Sotgan ketaylar. Voy, u Qarmayga berib, naning dukunni ochamiz. Naning şirketini qilamiz, nima yeymiz, nadi yetib qo'pimiz deganni timoqchilik o'ylab qo'ymoqdiman degan men. Shunday alqi dashchi qatnashga bordik, avtobus bilet 150 so'mga, mening qishimda 350 so'm pul bor, 150 so'mga biletni oldik.
200 pul yenimde kaldı. Bunun kışıda şu 150 so'mdan başka artık tiyimi yok neme degine bu. Bu biletni hep gansa cesa oldu. Abduzga tushibla ketib boramiz. Ammo o chaqdagi hissiyotim kamigan xiyollar kelib ketayotgan qormoy uylik tiklab mangdiqda biz. Abduz shu bayan daylardan yengiyalardan o'tib, go'ziga yomon chiroyli ajadimda ketib qolgan chaqda yetib xiyolga tushdim men. Yey. Qarmayga bassam iyilik deydi. Ha, şıkkını götüremem. Meyvup detken iyilik. Oy, hem de baktın içinde rozakın. Ben üye verip şirket açımız dedim, şirket açkan diken. Men rozakın demdi, ya rozakın cingli demdi. Amışta xiyal qatma, o Rüstem medyatı da. Cingli de kançosma. Ya Rüstem aka. Şirket açkan diken men rozakın demdi, rozakın cingli demdi. Oy rozun sen, rozun. Sen rozun olur sen. Sen rozun ol sen. Ben Rüstem aka kime, rüzün oldum ben. Xiyal qatam sen dedi. Ha xiyal qatam. Qilib mıштaq mene. Napolyon Xiyal dedi ya, adamın kalısı baylık, yarası baylık diyecek dedi. Kılıva. Rahmet. Xiyal degan qilib ketib borman. Doğup oylandığa o'rindiqlarda o'tirib ketsem. Katiplerim kirib, Rozon, çay içeceğimsiz, kahve içeceğimsiz. Bo'ldi, çay içey. Çaylarını kuyup, putlarımı töküp olsa. Rozon kapıma putunuz çay töküp aldım. Bana değişten, bana değişten desem. Uy, bizim Rozon değişet kimdir? Dep kes. Ya Rüstem aka, ben yaqinda aylandigan o'rindiqda o'tirmanman o'sha yoqda. Voy, aylandigan, mendaq aylanmaysan, mushtaq aylandiganda o'tirsan sen. Mushtaq karvatni o'xshab turmasan mushtaqibchi. Bu qiliva. Az meni ishxonam kirsan, ishdan chekib kir, juma. Saqam sening ishxonaga kirishdan hojat yo'q. Mening ishxonamda bir kompyuter, sening oldingda bir kompyuter, bir knopka, nima biz qo'ysanglar, ekranda men chiqmay qara. Rüstem aka desang, men chiqmay, moshundaq mangadi bu. Gılbuslar olup kes, artık bayraklar. Evet, yolvasının terileri esip koygar. Ya bu şirketin bizge işki maşin berimizdeydi o. O Rüstem kamının pravi yok. İşki maşinga mayıqı bücekçi. Kıymetlerek birli maşin kısaklı buldu iken o. İşki maşin kim aydaydı benden başka. Ya Rüstem aka. Kitap okuyup da o. Ya işki maşin belse davatım aka. O sende prav yok, o işki azay işki maşin aydıganda kıymet bir maşin aytsak bulmadı mı aka? Saqam deşit men ne kalan işleyt seninki. Napolyon Xiyal nima dedi? Tapkan puldan tijigen pul ulug' pul dedi. Mana. Bu sen haydaysan men demiş qilmayman. Sen de haydab жүрсе bo'ldi. Maşinni haydab dadamlarni oldiga o'tag'izib, qanday qildi ekan dada iyilik degan. Mana tikildim deb ketib bormay xiyolimda. İşkimiz zung bo'lib oldik-da, men uni Rüzon deyman, u meni Rozon deydi. Va Abduzni bo'ppat bizga so'xallar chiqardi. Ha Rüzon, chin. Ya Rozon siz men. Sizlab bir-birimizni jima. Abduznikilar hayron qoldi. İşki zung bilan mengibdimiz jima. Hayron qoldik-a. Yomon aqsa. Kech soat 2'de bu Abduz Qarmayga keldi. Kelib shuni bilan bir yo'lni bo'yida to'xtab, endi boshlandi bu hikoyachi. Ko'gilik endi boshlandi. Abduz bilan kech soat 2'de Qarmayga keldik. Sadaga ketaylar, men tez anglab turinglar. Shuna o Qarmayliklarga qara, uning ichidagilar Abduzdan tushib chamadonlarni so'rab g'aqirtib ketdi. Birlar ashaydan tashiylarni bo'lab ketdi. Abduz mu ketdi? Bu ishki zo'n bir chirog'ning tugida qoldi qara.
sanını tanımaymiz Qarmayda. Şundan ben sel ümçereşke başladım. Hem ne görmüyoruz Rüstem Aka? Ne görmüyoruz? Neydi o bu? Oy, kıyne bizden şirketler. Manda şeylan kapitana şey kışkıldan oldu. Onu ben xiyal kıl dedim seni. O xiyal o, emde tikleymiz onu. Oy, emde körümen kende. Qanday qilmasam, jira bir yatak barayli da bir yatak berip. İşte zoom petimizden düşümü dök yana. Ha, zoom oldu. Kiredik şuna. O yatak 150 so'mga. 200 so'm pul qoldi qo'y menda. Ba'dam 150 so'm yatak nashdi. 50 so'mni zaklatga tutib oldik a. Ha, nima zo'ng deblar. Zo'ng biz tekcha. Ishki qani. Ba'da ishkimiz bir yatak kiriblar. Qo'saq osh. Ya aka qo'saq yemayishga biz shu o'lju degan tomoq bilanda. Ma hikoyada tomoqni yeb yemanje qo'yibdi. Aka qo'saqni to'yg'izib olaylik desam. Napoleon nim dedi? Yatak qo'saq, keta qo'saq dedi. İşte bu meydan oldu. Aşağısa şaşırttı, direkt oldu. Anda Napolyon Hill diyen ki yaman bir uluk adam da bile yaman çok görüp olmayken de. Buldu da şundan. Kirip yit kaldık. Et diyen seher saat 6'da kopaptı bu. Ben 9'da 8'de çıkıp kaldım. Kitap diyen okudu. Ya Rozon. Kopa dedi. Oy nime oy bu bir de yataylasam. Napolyon Hill nim dedi ama sadaka. Seher kopka kuşkaş bir taldan uç kıydı dedi. Oy bitirem ha. Vay, üz gözümüz yöp çıktık. Yettiler evden çıkıp. Nimiş kılmıyorsam bozak küstümüz dedi de o şirket kitılıp vursak malını bir hafta diken sep vermez dedi. Pulunu vurup ettik. Ya bozak küzese küsteyle avval bir qo'saqni to'yg'izib küsteyle akada bir naştıqan kirib manta etkençe birimden qilib 50 so'm pul qaldi o yatağını qaytırıp etken kim bizge bergan ilqi zakalatdan 20 so'mga naştı paştını qilib 30 so'mi qaldi da naştını tugatib baza küzdümüzde 10 tim pul yok başkimizde şu 30 so'mdan başka. Başlamada küçük dükkanlarını küzettik. Doğru dükkan, yemek içmek dükkan. Köyüm bu ay zega Allah'ı kırdı kara baza küzdü. Bu bizgi düşemdi o diyene ama. Kaç dişi dükkanlarını küzdü bu. Aka 10 tim pul yok. Bunda bizgi çudgan berelen küzdeyle baza küzde çekmesem. Çok xiyal kıl. Kitabı eyle bir gepten koydum aga. Saat 1 oldu. Qo'saq yana chetga qara. Ya aka qo'saq hamma yetib ketdi birnim yeyle saat 1 oldu desam. Ha jira. Sen chidamaysan keda amaliyat o'zim o'layda qoldi-ku.